Salom bolalar. Bugun men sizlar bilan Zico Minecraft. Bugun men sizlar bilan birinchi videoyimni olyapman va siz buni ko'rganingiz bilan juda xursandman. Men bugun sizlarga Minecraftdagi 20 ta redstone bilan quriladigan texnikalarni ko'rsataman. Va unda videomiz boshlandi. Bu birinchisi va ko'rishingiz mumkinki bu avtochiroq bo'ladi. O'zi o'chib, o'zidan o'chiradigan magazinlardagidek faqat shunchaki yoziq yonmagan bo'ladi. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosib qo'ying, chunki bu yerda juda ham zo'r texnikalar bor va mening videolarim keyingi safar undan ham qiziq chiqishiga tayyorman. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Bu sehrli sandiq va bu yerda sizlar do'stlaringizdan narsalarni yashirishingiz mumkin. Bu esa TV, ya'ni televizor. Bu televizor yordamida sizlar tovushli qilishingiz mumkin televizorni. Oddiygina rasm va disk tufayli. Hayotgacha agar biz 100 ta obunachi yig'sak, men juda ham xursand bo'lardim. Xo'sh, mana shunday joyda biz quramiz buni. Tagiga shu narsani qo'yamiz. Chaqma chaqtiradiganni redstone'da oynani unga yopishtiramiz. Hech qanday joyatgichlar bunda bo'lmaydi. Obsidian yordamida bularni to'xtatsa bo'ladi. Va bu haqiqiy mashina bo'ldi. Buni tekis joylarda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu avtochiroq. Va mana bolalar, biz 8-chisiga ham keldik.
buni ko'rishingiz mumkinki, bu yerda biz katapulta yasadik. Bu judayam oson. Va bu yerda sizlar redstone ishlatilmayapti-yu desangiz adashasiz. Bu yerda redstone oxirida ishlatilinadi. Mana shu redstone buni birinchi rasmidan ko'rdingiz. Bu qo'ng'iroq. Xo'sh, 12-ga ham biz juda ham tez kelib oldik. Bu elektrostol. Bu stol yordamida siz kimdir sizni sug'urasa, uni jazolashingiz mumkin. Bular qamoqxonaga juda ham kerak bo'ladi. Agar kimdir qamoqxona chekini olish mumkin. Mana shu kuch ketkazuvchi damlamadan olamiz va tamom xuddi to'kilgandek bo'ladi. Bu esa bizda reshotkali eshik. Bu eshikdan faqatgina siz o't olishingiz mumkin. Aylanib, albatta yoki maxfiy yo'llar yordamida. Agar kimdir sizni orqada ko'rsa, o'taman deydi, lekin tagida komand qilib borligini bilmasdan bo'rdolar, chunki bu ham chaqmoq chaqtiradi. Bu haqiqiy chaqmoq, hech qanday damlamalarsiz bo'ladi. Faqat biz shu kodni terib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bo'ldi. Shunday chiroy qo'shamiz. Bu esa hamma biladigan eng oson redstone qurilmadir. Bundan hatto elektr yordamida foydalansa ham bo'ladi biz. Va shu ishni ham qilamiz. Xo'sh, bu narsamiz ham tayyor bo'ldi. Endi test, ya'ni sinovga keldik. Va bu qurilma sinovdan juda ham ajoyib o'tdi. Hatto bulutlardan ham balandga chiqdik. Bu esa bizda lift bo'ladi. Bu lift yordamida biz tepadan pastga bemalol chiqib tushamiz, chunki bizdan zinaga chiqish juda ham qiyin bo'ladi, ayniqsa juda ham baland minora bo'lsa. Shunday dizayn qo'shamiz bizlar. Va liftimiz tayyor. Endi sinov payti keldi va sinovdan lift juda ham zo'r o'tdi.
16-ga ham yetib keldik. 16-raqamda biz ko'rib turishingiz mumkinki, zombilar, ya'ni mahluqlar umuman o'tolmaydigan eshik. Bu oddiy reysdan yasaladigan eshikdir. Bu kichkina uylar uchun juda ham mudoyoki, eshiklar uchun kimdir katta eshik bo'lsa, shu eshikni qila oladi bemalol. Va zombilar yoningizdan ketadi. Bu esa haqiqiy Minecraftda qiladigan eshik. Bu eshikni ko'pchilik qanday qiladi? Loyihalarda va bugun men sizlarga u qanday qilinishini ko'rsataman. Buning orqasida shunchaki oddiygina shu mexanizm turadi, xolos. Va bizlar bu yerga redstone qo'yamiz va biz chiroqchani inoxirda qo'yamiz. Unda chiroqcha ishlab ketishi mumkin. Bu esa siz bilishingiz mumkinki, bomba missiyasi. Bu missiya yordamida bizlar to'g'riga yurg'izamiz bombalarni va qayerga urilsa, bu narsa o'sha yer portlaydi. Bunda uxlashayotganda bemalol foydalansa bo'ladi. Chunki bu narsani to'xtatib bo'lmaydi. To'xtatish uchun albatta bilasizlar, orqadagi narsalarni sindirish kerak. Va bu ketyapti. Masalan, saroyga urildi va saroy yo'q bo'lib ketdi. Bu esa bizda 19-raqam, ya'ni so'nggi raqamlardan biri va biz unga aynan to'latni qo'ydik. Chunki buning ham mexanizmi qiyinroq bo'ladi. Ikkita varonka va bu varonkani qo'yib mana shunday qo'yish kerak. Ustidan stol o'tkazib, bu yerga loy qo'yamiz va bu yerdan pastga qo'yamiz va u yerga suv qo'yamiz. Bu ham testimizdan o'tdi. 20-chi, ya'ni lavali eshik. Bunga biz oson qilgimiz keldi. Chunki ba'zilar ko'plar qiyinlar tugagan edi. U lava bilan qilinadi va bu osonlardan biri bo'ladi. Kommentga yozib qoldingiz, qaysi birini bilardingiz, qaysi biri sizga juda ham qiyin bo'ldi va qaysi biri sizga oson bo'ldi. Va biz buni ko'rsatganimiz sababi, chunki kimdadir lava boshqa joyga o'tib ketar ekan, kimdadir o'xshamas ekan. Kimdadir esa yonib qo'ygan taxtalar yonib ketar ekan va xunuk chiqar ekan. Va siz mana shu dizaynda qilib qo'ying, bu juda ham chotki chiqadi. Va sizlar xayr.